Xitoy virus sababidan 72 soat doktorxonada yotgandan keyin Amerika prezidenti Donald Trump maxsus tik uchar aeroplanga o'ltirib 5-sentabr dushanba kuni kechda Oqsaroyga qaytib keldi. U salomatligini asli kelganligini bildirish uchun Oqsaroyning janubiy koridordagi balandpaydan mengib, Tiroman balkonida turib maskasini chiqarib, bosh barmog'ini ko'rsatdi. Trump Walter Reed davlatlik harbiy davolash markazidan sirtqa chiqqanda uzitib chiqqan doktorlarga sizlarga ko'p rahmat dedi. Prezidentning mas'ul doktori Dr. Sian Conley dushanba kuni tushdan keyin muxbirga garchi prezident xatardan butunlay qutulmasimi, ammo bizning barliq davolash kelinkilik bog'lashlarimizda uning kelinkilik kasallik ahvoli uning uyiga bexatar qaytib kelishini qo'llaydi. Oqsaroyda prezidentning salomatligini kecha-kunduz kuzatilgan davolash aslahalari va xodimlari bor dedi. Trumpning qayta saylanish faoliyati Cumhuriyetchilar partiyasi prezidentining 15-dekabr, Demokratlar partiyasining nomzodi va sobiq muavin prezident Joe Biden bilan ikkinchi qatimliq munozaraga qatnashishni planlaganligini aytdi. Trumpning navbatdagi raisinash soni Joe Bidenning orqasida qolgan.